Aka yaxshi. Qishloqdan bo'lsangiz Ismat degan uy qayerda bilmaysizmi? Kim? Ismat. Nimaga ham yaxshi odamlar kelib Ismat churrini so'raydi? Bu qishloqda Ismat degan odam yo'q. Tonimayman men Ismatni. Omad Chovdan $40,000 pul yetgandi, shuni bersa kelgan. Kim deding? Qishloqda Ismat churri deykanlar. Nech pul yetdi deding? $40,000. Man Ismat churri bacham, man Ismat. Ismat degan aniq sizmi hay? Ha, bacham. Ismat churri deb chaqiradilar. Ha, Ismat churriman, men aldamayman seni bacham, men Ismat churriman. Unda ishondim. Ana bu pul biz sizdan xursand va mamnunmiz. O'yinda yutganingiz uchun tabriklaymiz. Narsalar yig'ishtir. Ko'chamiz bu yerdan. Moshi so'shin ko'rinmaydi, omad shu deydi, omad shu deydi, albatta. Ha, Nima ish etibsan? omad showdan pul yutandim. Shuni kutib turma, olib kelib berish kerak. Sen yosh bachamisan yo Ismat? Sen aldagan gula. Omad shu senga pul bermaydi. Turket, bu narda ko'p. Do'qim yebsan. Mani alda olmaydi ular. Mani aldiyotgan odam olib dunyoda tug'ilmagan. Tushundingmi? Olib ketirib beradi menga. Sen ishing bo'lmasin. Bu narda ko'p. Hali, nima bo'ldi? Pulni nima qildingizlar? Olib kelyapsizlarmi? Men Ismat churriman. Ismat aka, siz pulingiz berdik-ku. Men olganim yo'q puli. Kimga berdingizlar? Obidda aka chiqdi, Ismat churriman dedi. $40,000 o'shanga berdik. Telpakda aytdi. Telpakda? Usti. Assalomu alaykum. Ustiga bakang. Qaysi Ustini chaqirmang. Yarim soat bo'ldi biz bo'ya ko'chib kelganmiz. Men ustiga bak topmayman. Sotib ketdilar. O'zi bosing. U sizga sizni bilanti. Ana xati berishim aytdi. O'zi bosing ham aka. Ismat churri? Bering. Voy men. O'tar umrim yuzim kulari ko'zimda yosh yig'lasam ham men sizlarga